Ko'zlarimga keng bu olam chiroyli, o'zingga o'xshaydi bolam chiroyli. Mendan ranjimang ey yoru do'stlarim, aslida hammadan onam chiroyli. Yig'lasam yig'lab, u kulsamda kulgan, meni yuragida jonida bilgan. Baxtim ko'rayin deb qaddi bukilgan, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli xonimlar va janoblar, barchaga oqshom xayrli bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum, Malohat ona, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bugun onajonimizning tavallud ayyomi, shukrona kuni. Bugun ular 56 bahorni qarshi oldilar. Ayni fursatda farzandlari tomonidan bugungi fayzli oqshom siz uchun tashkil etildi. Onajonimizning qalbiga zarracha xursandchilik ulashaylik. Onam xursand bo'lsinlar deya. Chunki biz farzandlar onalarimiz oldidagi qarzimizni umrimiz oxirigacha ado eta olmaymiz. Bizni dunyoga keltirib, tunlarni tongga ulab shirin allalar aytgan. Boshimizda parvona bo'lib betob bo'lganda uxlamasdan mijja qoqmay, faqat farzandini salomatligi va baxtini ko'zlaydigan Allohning yaratgan yagona mo'jizasi. Dunyoning 8 mo'jizasi bo'lsa, birinchisi va 8-inchisi ham bizni onajonlarimiz albatta. Ular borki, biz baxtlimiz. Ularning duolari bilan Alloh panohidamiz. Onani yaratmasmikan deya bekor aytishmaydi. Farzandlaridan tilla taqinchoq sovg'a salom kutmaydigan, hech qanday manfaat kutmaydigan yagona inson onalar. Farzandi baxtli bo'lsa bo'ldi. Onajonim, men sizni yaxshi ko'raman, boringizga shukr, baxtimga omon bo'ling. Siz meni dunyoga keltirgan kuningiz uchun minnatdorman. Bergan oqsitingiz va mehringizga rozi bo'ling deya bir og'iz shirin so'z yetarli ularga. Ona nimalarni o'ylayapsiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xursandchilik ko'z yoshlari, ro'mollari boshlarida, qalin o'sma qoshlarida, yashar aziz yoshlarida onajonim, jonim, onam. Uyimizning fayzi o'zi, dardga davo aytar so'zi. Bizni ko'rib quvinar ko'zi, onajonim, jonim, onam. Malikasiz taxtimizga, shiddat qo'shib shaxtimizga, omon bo'ling baxtimizga. Onajonim, jonim, onam. Farishtadek nurlar sochib, duo qilar qo'lini ochib, tashvishlar ham ketar qochib. Onajonim, jonim, onam. Aytilmagan farzim ko'p ekan, bajarmagan arzim ko'p ekan, dunyosidan qarzim yo'q, ammo ona sizdan qarzim ko'p ekan. Mazlumlarning nolasi qadar, ko'zlarining jolasi qadar, sochlaringiz tolasi qadar, ona sizdan qarzim ko'p ekan. Bizni dunyoga keltirgan mehribon, jannat oyoqlari ostida yastanib turgan onajonlarimiz doim baxtimizga omon bo'lsin. Tavallud ayyom muborak bo'lsin. Chiroyli biroz qarsaklar bilan tabriklaymiz, muborakbod etamiz ona. Hamisha bahoriy gullar kabi go'zallikda bo'ling, yuzingizdan aslo kulgu tabassum hech qachon arimasa deymiz. Hurmat va ehtirom bilan Badiiy sahnamiz markaziga farzandlarini va barcha jigarlarini taklif etaman. Atalgan guldasta va sovg'alar bilan kelib, onamizni xursand qiladilar. Qani marhamat farzandlari, kelinglar. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga
keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il qizlarning oromijoni. Siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni. Mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni. Siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni. Saxovat seli, daryo dengizim, matonat bardosh, mehri tengsizim. Tanholar ichida tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni. Chiroyligim dilbarim, oyi jannat zot, men uchun go'zal siz bilan hayot. Xudoyim jonini qilgin ehtiyot, onajonimni tug'ilgan kuni. Mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni. Siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni. Mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni. Meni dunyoga keltirgan aziz onajonimni shukrona kuni. Mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni. Siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni. Mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni. Meni dunyoga keltirgan aziz onajonimni shukrona kuni. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Endi badiiy sahnamizda atalgan shirinlik onajonimiz uchun tabriklaymiz deya qo'llab-quvvatlab turamiz imkoni bo'lsa. 1 2 3 qani boshlaylik. Yili bahor onajon tavalludiga muborak bo'lsin deymiz. Onajon, o'tqizingiz. Ona kayfiyatlaringiz qanaqa endi? Xursandmisiz? Kutmaganingizda bilmadingizmi? Qani? Mana shu yerda farzandlaringiz hammasi shumlik qilib bildirmaslik uchun. Bittasi eshikda poylab turdi, chiqarmaymiz deb. Bizni onalarimiz o'zbek ayollari go'zallikda bebaho, ayol zotida xudigi bo'lmaydi deyishadi. Va albatta onalarning begonasi bo'lmaydi. Chunki har bir ona faqat farzandim deya umrini o'tkazar ekan. Hech qachon o'zini o'ylamaydi. Faqat farzandini duo qilib, uyni to'g'rida piru va davlat bo'lib o'tirishlik sizga nasib ro'za aylasin ona. Mana shu mehrli farzandlar sabab bo'lib,
umra hajlariga qayta borib hojona bo'lishlik baxti nasib bo'lsa aylasin deymiz. Hech qachon kasal bo'lmang, dard chekmang. Faqat quvonchdan nabiralarning nikoh to'yi, sunnat to'yi barchasi bosh-u qosh bo'lavering. O'zini maslahatlari bilan, duolari bilan mana shunday kunlarga yetkazaversin. Tillaridan tushmaydi duo. To'xtash yo'q mening onamning. 18,000 olamda tanho o'xshashi yo'q mening onamning. Bolam deya dillari adoq, bolam deya qo'llari qadoq uzib ko'rmay o'tdi bu barmoq. O'xshashi yo'q mening onamning. Mehribonim men parvonam, atrofimda doim giryonam, bunchalarim yaxshisiz yaxshi. Bolam deya yashagan onam. Betob bo'lsam tunlari turib, boshim silab suhbatlar qurib, uxlamagan bedor o'tirib, bunchalarim yaxshisiz ona. Onajonlarimiz omon bo'lsin va badiiy sahnamizda hurmat va ehtirom bilan farzandlari. Kelinglar, qalbdagi shirin tilaklar, yaxshi ko'rishlarni izhor etib, onajonimizni tavallud ayyom shukrona kun bilan qutlashadi. Qani farzandlari, kelinglar badiiy sahnamizga yonlariga. Marhamat. Sizlar shu uzoq yaqinda kelgan mehmonlar, tog'amlar, bog'omlar, xolamlar, hammalar, onajon umri uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lsin, baxtimizga, farzandlarimizni kamolini ko'rsin. Shu otamiz o'tgan, endi ko'rmagan baxtlar onajonni roziligini bilib, yaxshi xizmatlarni qilaylik. Nima niyat qilganmiz, niyatingiz onajon. Farzandlarimiz har doim yonimizdamiz. Shu gaplarga qo'shilib qolamiz. Onajon umringiz uzoq bo'lsa, yuzlar kirib yuring. Jonim, qizlar guruh bilan tabriklayman. Bugun shukrona kunimiz qutlug' bo'lsin. Chin qalbimdan hammalarni tabriklayman. Sizni yaxshi ko'raman onajon. Baxtingiz hamisha sog' omon bo'ling. Kasal bo'lmang. Bizlar baxtimizni, saodatimizni ko'rib, farzandlarimizni, o'g'il qizlarimizni to'ylarini ko'rishga qilamiz. Har doim yuzimizdan kulgu arimasin. Yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum avvalambor hamma mehmonlarga. Jonim, men sizni tug'ilgan kuningiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga doim sog' salomat bo'ling. Boshimizda bosh bo'lib yuring ilohim. Farzandlaringizni rohatini ko'rib, nevaralaringizni to'ylarda bosh bo'lib yurishlikni Alloh nasib qilsin ilohim. Sizni yaxshi ko'raman onajonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Hayajon bo'lsa-da, onalarga gapirish oson emas-da. Hayajon har bitta insonda bor. Mana degan zo'r kelsin, deputat bo'lmaydimi? Onaning yonida gapirish kerak bo'lsa, hayajon bo'lsa-da. O'shaning uchun har kuni aytib turish kerak, ona sizni yaxshi ko'raman, boringizga shukr deyish. Kimlargadir erishdinglar. Bilib dilini og'ritamiz, bilamiz, bilmaymiz, lekin onamiz xafa bo'lmaydi. Shunchaki kechirib qo'ya qoladi. Biz o'zimizcha kek saqlayveramiz. Qiyin, aytish qiyin, to'g'ri, lekin aytish kerak. Yig'lash yo'q lekin. Marhamat. Assalomu alaykum hamma qarindoshlarga. 56 yoshingiz muborak bo'lsin. Hayajonim, baxtimizga sog' bo'ling. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Boshimizda bosh bo'lib yuring. Qiziningiz olsa qizimni ham bir tabriklab o'tay, 10 kundan keyin tug'ilgan kunidan mayli. Tabriklayman qizim, yuzlariga kirib 11 yoshing muborak bo'lsin.
Siz nima edi kelingchi? E'zoz, ha? Necha ekan xudo xolasa? 11 ga men sizni 7 yoshda bo'laman. Biz sizga ayni fursatda katta onangiz ham buvijoningiz tug'ilgan kuni tabriklab o'tamiz. Alloh uzoq umr bersin. Sihat salomatlikda bo'ling. Ota-onangizga rahmat olib beradigan qizlar qatorida bo'ling. Eng baxtli qizlarning qitlisi bo'ling. O'qishlarini a'lo baholarga bitkazib maktabni tugatib, o'zingiz orzu qilgan o'quv yurtlariga kirishlik nasib aylasin. Mana shu dadangiz bilan onangiz, buvijoningiz sizni rohatingizni ko'rib doim xursand bo'lsin. Qayg'ularing xandon bo'lsin. Orzularing osmon bo'lsin. Tabriklaysizmi? Mayli. Anne tabriklaymiz. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. O'zingiz ham sherik. Sherik aytmasangiz ketkizmaymiz. Keling. Hayır, uyanmayın. Hemen yüzüne. Ah vaqtida sochingiz, omon bo'lsin boshingiz. Yuzga kiring buvijon, hozir necha yoshingiz? 56. 56. Rahmat kattakon. Xotiranglar umrlarga to'lsin. Yuzingizda quvonchlar bo'lsin. Siz biz uchun qadrli inson, tavallud kun muborak bo'lsin. Dilingizda bo'lsa goh keldik, chiqaringda bo'ling siz tetik. Shukr aytay, shu yoshga yetdik. Tavallud kun muborak bo'lsin. Yana bir bor qutlab tabriklaymiz onajonimizni bugungi fayzli oqshom bilan. Onam ichida nimalarni o'ylayapti hozir. Albatta xursand, farzandlarim meni mana shunday fayzli oqshomni tashkil qilib xursand etyapti dedi. Jigarlari bormi opa-singillar? Keling. Onam boshidan beri qarab o'tirib gapirmasam bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Necha kirdingiz? 65. 19 deb o'ylaganim qarang. Qarang, yoshgina navqironsiz, chiroyli bo'lib turibsiz. Romanlar yarashganini qarang. Umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim sizlarni yoshingizga yetib o'tishlik bizga ham nasib etsin. Ona endi bir chiroyli tabriklarni qutlab qo'yasiz, marhamat. Assalomu alaykum azizlarım. Mana bugun kelinim demayman, singlim. Oy, umr uzun bo'lsin. Bolalarning rohatini ko'rsin. Shunday mehribon odam, shunaqa mehribon inson bu kelin emas bu. Meni otalamning qizi bo'lgan. Mehribon, aylanay bolalarning rohatini ko'rsin, nevaralarimni to'ylarini ko'rsin. Shu qizlarni katta qilyapti. Islom omon chumuda qo'yib borib, shularni farzandlarini ko'rib, chevaralari suysin. Tani joni sog' bo'lsin. Mana shu bolalar hajlarga olib borib, hoji bo'lsin, aylanay. Umring uzun bo'lsin, butun bo'lsin bolam. Nasl nasablaringga baraka bersin, dasturxonlaringga bolalarni topganiga baraka bersin, aylanay. Sog'lig'ini hamishaklarga boshqa sog'lik omon bo'lib yurgin. Tabriklayman aylanay. Rahmat, yashang. Mana shunday chiroyli tilaklarni ijobat albatta Allohdan nasib etsin, mustajob bo'lsin deymiz. Rostdan opa-singilga o'xshab tabrikladingiz. Qoyil, lekin mehrga qoyil qoldim. Hozirgi zamonda jigarlar ham bunchalik mehribon emas bo'laveradi. Keling. Singlisimiz opasimi? Singlisi bo'lsa, rosa o'xshagansiz lekin. Marhamat. Opajon, umringiz uzoq bo'lsin. Tug'ilgan kuningizdan tabriklayman. Allohim yuzlarga kiring. Nevaralaringiz huzurini ko'ring. Baxtingizga doim sog' bo'ling. Nimadir dedingiz, hozir eshitmadim. Malohat onamizni jigarbandi akajonisi bor ekan, bani sahnamizga taklif etamiz. Chiroyli tilaklar, qalbdagi ezgu izhorlar ila. Qani keling ota. Asror ota. Yine ota bo'ladi-da, yoshdan ulug'. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Xudoga shukr. Singingiz ham o'xshaydi. Men o'ylamadim, lekin bir
arpazoru bug'doyzorni payhon qilib o'tsangizda sizni hech kim bezovta qilmaydi. Aybi yo'q deyishgani bir chiroyli tilaklar bilan tavakkal qo'ying. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz singillarim, opalarim, nevaralarim, chevaralarim, jiyanlarim. Mana bugun eng yaxshi kun. Singiljonimning Malahati tug'ilgan kuni 56 yoshga to'ldi. Tavallud kunini tabriklayman. Yuzlarga kir, bolalarimga, nevaralarimga bosh bo'lib, hammasining baxt kamolini ko'rib, ularni qaysi nevaralarini o'qishga kirganlarini ko'rib, hammasini quvonib, yaxshi kunlar va sog' salomat yurishingga tilakdoshman. Mana bu nima deymiz, singlim, mana bular bu ham bor singillarim. Onamiz o'tgan endi onamiz o'rda onam o'rin bosadigan shular. Hamisha hamma sog' bo'l, omon bo'l, bolalarning boshiga yaxshi kayfiyat, yaxshi tilaklar hamma sizlarga. Yuzlarga kirgin, sog' salomat bo'l, vaqtimizga omon bo'l. Yil 12 oyda senga tilagim 12 oyda senga yaxshi kayfiyat. 53 haftada senga omad. 365 kunda senga osoyishtalik. Nima deydi? 8531 soatda senga baxt tilayman. 31.876 sekundda bir yilda senga sog'lik, quvonch seni hamisha tark etmasin. Sog' bo'l, omon bo'l. Yana bir marta tabriklayman. Rahmat. Rahmat kattalar. Anchalik tilaklar bo'ldi. O'qituvchimisiz? Doktormisiz? Matematiklarni bilmaydigan narsalarni bilar ekansiz, qoyillik. Yana bir bor oqshom fayzi bo'lsin barchaga hurmatli mehmonlar va mezbonlar. Alloh kayfiyat tilaymiz. Ayni fursatda onajonimizni bugungi tavalludiga ham shukrona bilan qutlaymiz. Onajon ilohim kelasi yili umra hajlariga borib hojona bo'lganingizda mana shunday Allohning suygan bandalari xonadoningizda jam bo'lsin. Va albatta Allohning fayzu barokati har kuni sizni xonadoningizdan arimasin. Doimo yog'ilib tursin fayzu barokat deymiz. Azizlar barchani chiroyli raqslarga bitamiz. Bugungi oqshomni sababchisi malikasi ushbu xonadon bekasi Malahot onamizni taklif etamiz. Opangizmi? Rostdan keling, mayli, topib ketmasin. O'zolada undoq qilyapti, gap bermasin deb. Assalomu alaykum. Zaryatli mehmonlar. Mana shu bugun otam tavallud kunlari ekan. Otam yuzlarga kirsin. Pochchamning umrlarini otamga qo'shib bersin. Pochchamga ham Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Shu bolalarga bosh bo'lsin. Nevaralarning hammasi to'ylarda bosh bo'lsin. To'ylarda bo'lsin. Hammamiz boshida bosh bo'lsin. Opamni enamizda ko'rib hurmat qilib yuramiz. Hammamiz sog' bo'ling. Rahmat kattajon. Meni dadam o'tib ketgan bir eslab o'ting deganlar o'ylangamiz. Dillarni ezraylik deganim baribir eslab o'tishdi. Ilohim otangiz, turmush o'rtog'ingiz jannatlardan qasrlar ato etgan bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam qo'llaridan Kavsar suvlaridan ichishlik nasib ro'z aylasin. Siz ham ilohim jannatlarga borganda otam bilan birga bo'lishaveradi. Chiroyli qasrlar egalari bo'lib yuring ilohim. Yana bir bor tavallud ayyom shukrona kun muborak bo'lsin. Ayni paytda sizni badiiy sahnaga chorlaymiz. Bugun sizning kuningiz. Demak biz boshladik. Barchaga Alloh kayfiyat tilaymiz. Boshimdagi toj, uy alanga yayrab xiroj. Baxt davlat, boshimdagi toj, uy alanga yayrab xiroj. Farishtaday yoyib turib quloch, davlatga o'ynasin onam. Farishtaday yoyib turib quloch, davlatga o'ynasin onam. Bolam debam, ular sidoi, orzulari qotib samoi. Bolam debam, ular sidoi, orzulari qotib samoi.
samavi yorug' yuzligim go'zal nuroniya davlalarda o'ynasin onam yorug' yuzligim go'zal nuroniya davlalarda o'ynasin onam ko'rkam hurmat bahodir ona duosiya har nega qodir ko'rkam hurmat bahodir ona duosiya har nega qodir xizmatida bo'layin hozir davralarda o'ynasin onam xizmatida bo'layin hozir davralarda o'ynasin onam Yurmayın aşığın yüzü aşığı kansa bulmaz Yaptası kıymese bir kuda yansa bulmaz Sana da duygu düştü Yazası sansa bulmaz İçtiğin kuşu yürekler çıkarıp olsa bulmaz Deryana kanlan yaşını kaytarıp olsa bulmaz Ala göz boy 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 Ala göz boy boy Ala göz boy 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 Ala göz boy boy Sağlık yolcusu Rahmetten felekler Acılardan olsa olmaz Ala göz boy 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 Ala göz boy boy Ala göz boy 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 Ala göz boy boy Birga tushgan
Gül alacak, salçı alacak, yıllar aracak. Şu gitarist kavminizmden gülümü alacak. Gül alacak, salçı alacak, yıllar aracak. Şu gitarist kavminizmden gülümü alacak. Ben sana yok 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 demem, aşkla biraz göremen oyla, göremen oyla. Ben sana yok 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 demem, aşkla biraz göremen oyla, göremen oyla. Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun.